Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 20-dekabr, haftaning shanba kuni. Kecha bitta buqa so'yganmiz. Buqamiz 456 ta keldi, otimiz 252 ta keldi. Mana shu mana 700 kilodan oshiq go'sht bor. Hammasini maydalab qo'yganman. Shu ko'rsat go'shtlarni. Bu safar juda ham chiroyli chiqqan. Bo'yinlari qara, qora. Mana bu yog'i ot. Rangi ajralib turibdi. Sarpanjalari ham juda yumshoq, lahmdek bo'lib chiqqan. Bu safar 130 ml go'shtimiz juda ham lahmdek bo'lib chiqadi, chunki ichidan ancha-muncha suyakni ajratib tashlaganman. Mana ajratib tashlagan suyaklarni ko'rsatdim. Mana qo'ldan olib tashladim, mana qo'rg'an suyaklarni olib tashladim. Mana endi hozir 130 ml go'shtimizni qanaqa chiqishini ko'rasizlar bu safar. Mana har doimgidek mana bitta qo'l tushadi. Qo'l. Mana qo'lligini ko'ring. Qo'lligini mana. Mana. Kichkinaga. Bo'sh bu ham. Bitta to'sh tushadi har doimgidek. Ha. Bo'yinni qo'yamiz. Ko'rasizlar? Lahm bo'lyapti 130 ml go'shtimiz ham. Pashti. Ana endi lahmini ko'rsatdi.